To'xtang, fikrlar. Maktabga kiradi, lekin bitira olmaydi. Bittasi koridorda bitiradi, bittasi pardani ustida bitiradi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yetmaydi, yo'q, koridorni bitirgan. Yo'q unda mahorat. Ishlay olmaydi, ish bera olmaydi. Nima uchun? Yo'q unda ishlar. Ha bu bolani o'zini ko'rmay asabiylashib ketyapman hozir. O'sha paytda menda hech qanday yo'q. Faqatgina o'zimga bo'lgan ishonch bor edi va o'sha ishonch meni shu yergacha olib keldi.